Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Assalomu alaykum, değerli izleyiciler. Nasılsınız? İyi misiniz? Xo'p, bugun sizlar bilan 3-darsimizga keldik. 3-darsimizda nimalarni o'rganar ekanmiz? Bugun bu ne, o kim? Bu, shu, o. O'zbek tilida bu, shu, u degan olmoshlarimiz bor. Turk tilida mana shu so'zlar qanday aytilishini o'rganamiz. Demak, bu, shu, o. Bu so'zlarimiz o'zbek tilida bu, shu, u deb tarjima qilinadi. Turk tilida bu so'zi, bu olmoshi yaqin narsalarga nisbatan ishlatiladi. Masalan, bu masa, bu stol, yaqinda turgan stolga nisbatan. Shu masa, shu stol, biroz uzoqroqda turgan stolga nisbatan ishlatilyapti. O masa, u stol, juda uzoqroq masofada turgan stolga nisbatan ishlatilyapti. Demak, bu olmoshi yaqinroq, shu olmoshi sal uzoqroq, u olmoshi, ya'ni turk tilidagi o olmoshi biroz uzoqroq, undan ham uzoqroq masofada turgan narsalarga nisbatan ishlatilar ekan. Bu ne? Bu dolab. Bu nima? Bu shkaf. Bu kim? Bu o'rgatmen. Bu kim? Bu o'qituvchi. O'rgatmen, o'qituvchi degan. Demak, tushunib olgan bo'lsak, bu shu o olmoshlarimiz, bu shu u yaqin, biroz uzoqroq va undan ham uzoqroq narsalarga nisbatan ishlatilar ekan. Yana bir narsani ko'rib o'tamiz. Turk tilidagi lar, o'zbek tilidagi lar qo'shimchamiz bilan o'xshash lar qo'shimchasi, ya'ni ko'plik qo'shimchasi. Cho'g'ul-iki, ko'plik qo'shimchasi qanday ishlatilar ekan? Birinchi darsimizda aytib o'tgandek, a, i, o, u qalin unlilarimiz bor edi. E, i, ö, u ingichka unlilarimiz bor edi. Demak, so'zimizni oxirida qalin unlilar keladigan bo'lsa, qo'shimchamiz lar shaklida qo'shilar ekan. Inja unlilar keladigan bo'lsa, ler shaklida qo'shilar ekan. Misollar keltirilgan. Kitob. Kitob. Ko'rib turganimizdek, kitob a harfi. A harfi qalin unli. Unli aytib o'tganimiz qalin unliga nisbatan lar qo'shimchasi ishlatilyapti. Kitoblar. Qiz. Qizlar. Kutu. Kutular. Televizion. Televizionlar. Mana endi bu tomonda esa penjara, deraza degani penjara, penjaralar. Kedi, kedilar. Chunki so'zimizni oxirgi bo'g'inida ingichka unli qo'llanilgan. Qo'y, qo'ylar. Uzum, uzumlar. Boshqa so'zlarimiz ham xuddi shunday qo'llaniladi. Davom etamiz. Demak, not, ya'ni qo'yda. Nima deyapti ekan? Biroz kattalashtiraman, tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun. Sayılarla va miqdor bildiran sifatlarla birlikda qo'llanilgan ismlarda cho'g'ul eki qo'llanilamas. Tarjimasi nima degani? Demak, raqamlar va miqdor bildirgan sifatlar bilan ismlarda ko'plik qo'shimchasi ishlatilmaydi. Demak, raqamlar ko'rsatilgan, miqdor ko'rsatgan so'zlar bilan ko'plik qo'shimchasi ishlatilmaydi. Lar so'zi ishlatilmas ekan. Misol uchun, mana 3 cho'juk, 3 raqam keltirilgan, demak 3 ta bola. 3 ta bolalar, cho'juqlar deyilmaydi demoqchi. 2 kalem, 2 ta qalam. Qalam, kalemlar deyilmayapti, qalamlar deyilmaydi. Mana shu aytilgan. 5 bardak, 5 ta stakan. Bardaklar deyilmaydi. 5 bardaklar emas, 5 bardak deyiladi. Shu aytilgan. Yoki mana miqdor bildirgan sifatlar as, miqdor bildirgan sifat oz, oz kishi, cho'k inson, birkach o'renji. Miqdor bildirgan sifat bilan lar qo'shimchasi qo'llanilmayapti. Keyingi qoidamizga qaraymiz. Son hejalarida a, o, u bulunan bazı yabancı kelimelerle ler ekini alırlar. Son bo'g'inlarda a, o, u harflari bo'lsa, ya'ni chet tilidan o'zlashtirilgan so'zlarda lar qo'shimchasidan foydalanamiz. U soat, masalan, qalin unli bo'lsa ham ler shaklida qo'shiladi. Chet tildan o'zlashtirilgan mana bu so'zlarda aslida lar qo'shimchasini qo'llash kerak bo'lsa ham ler qo'shimchasidan foydalanamiz. Soat ler, hayal ler, harf ler.
seyahatler, rollar, alkollar, simbollar va shu kabi boshqa so'zlarimiz ham. Xo'p, kichkina qoidalarni takrorlab olyapmiz. Birinchi mavzuda avvalgi darslarimizda aytib o'tganimdek, chet tili turk tilini o'rganuvchilar uchun Yeni Istanbul kitobidan darslarni olib boryapman. So'ruv 2. So'roq qo'shimchasi. M qo'shimchamiz, o'zbek tilidagi M qo'shimchasi turk tilida biroz o'zgargan holatda foydalaniladi. Hozir aytib o'tgan qalin unlilarimizda boshqacha, inja unlilarimizda boshqacha. A va I so'zimizni oxirida A va I harflari kelsa, qo'shimchamiz M shaklida qo'shiladi. E va I harflari kelsa, mi, O va U bo'lsa mu, Ö va U shaklida esa mu shaklida qo'shimcha qo'shiladi. Birinchi darsimizda aytib o'tgandim, mana bu qalin va ingichka unlilarimiz qo'shimcha qo'shilishda juda muhim. Demak, oddiygina M qo'shimchamizni o'zi 3 xil shaklda qo'shilar, 4 xil shaklda qo'shilar ekan. M, mi, mu, mu shakllarida qo'shiladi. Mana misollar keltirgan, o'rnak degani misollar. Bu dolab M. Dolab A harfi kelganligi uchun M shaklida qo'shilyapti. Yana bir muhim ma'lumot, so'roq qo'shimchamiz so'zga qo'shib yozilmaydi. Bu dolabmi? Bu shkafmi? Bu shkafmi? Evet, dolab. Ha, shkaf. Bu masami? Masami? So'zimizni oxiridagi unli A harfi bo'lganligi uchun, qalin unli bo'lganligi uchun M shaklida qo'shildi. Hayır, masa değil, koltuk. Yo'q, stol emas, kreslo. Masa değil. Değil so'zi emas degan ma'noni anglatadi. Yo'q, stol emas, kreslo. Bunlar ko'pakmi? Ko'pakmi? Nimaga ko'pakmi? Chunki ko'pak so'zimizda so'nggi bo'g'inda inja unlisi kelgan va shuning uchun mi shaklida qo'shimcha qo'shilyapti. Bunlar ko'pakmi? Bunlar itlarmi? Evet, ko'pak. Ha, itlar. Xo'p. 6-7 mashqlarni ham birgalikda bajaramiz. Bu öğrenci. Aşağıdaki cümleleri örneklardagi gibi tamamlayalım degan. Pastdagi gaplarni o'rnak, ya'ni misollardagi kabi tugatishimiz kerak. Bu öğrenci. Qo'shimcha qo'shamiz. Bu o'quvchimi deyishimiz kerak. Bu öğrenci mi? Evet, öğrenci. Yoki hayır, öğrenci değil. Mesela öğretmen. Hayır, öğrenci değil, öğretmen. Yo'q, o'quvchi emas, o'qituvchi. İkincisi, bu sınıf mı? Evet, sınıf. Hayır, sınıf değil. İstanbul kalabalık mı? Evet, kalabalık. Hayır, İstanbul kalabalık değil. Mana shunday qilib 4-chi, 5-chi, 6-chi misollarni o'zlaringiz bajarib, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Kommentariyani albatta o'zim tekshirib javob beraman. 7-chi mashqqa qaraymiz. Evet, bu sandalye deb javob qaytarilgan ekan birinchi savolga. Nima deb savol berilgan bo'lishi mumkin? Evet, ha, bu stol. Demak, savolda bu sandalye mi? Bu stolmi? Stulmi? Ha, bu stul. Aşağıdaki javoblara uygun so'rovlar yoziniz degan. Pastdagi javoblarga mos savollarni yozing. Birinchi savolni aytdik. 2, 3, 4 ni o'zlaringiz mustaqil holatda bajarasizlar. Birinchi unitni qoidalarini o'rganib oldik. Birinchi topshiriq. Resimlari bakalım, kelimeleri, numaralari eslashtiralım degan chanta. Bu yerda sumkani rasmi ko'rsatilgan raqamni yozishimiz kerak. Mana shunday tarzda mustaqil holatda mashqlarni bajarasiz. Resimlari tekrar bakalım, bir numara söyleyelim. Arkadaşımız eşyanın adını söylesin. Rasmlarga takror qaraymiz. Bitta raqam aytamiz. Do'stimiz narsaning nomini topsin, aytsin. Bu yerda bitta raqam aytish kerak va bu yer nomini sherigingiz takrorlash aytishi kerak bo'ladi. Qoidani aytib o'tdik. Birinchi mashqimiz, birinchi A bo'limimizdagi topshiriqlar shundan iborat. Bugungi darsimizda ko'plik qo'shimchasini, so'roq qo'shimchasini va bu shu o olmoshlarini o'rgandik.
Darslarimiz tushunarli bo'lishi uchun birinchi, ikkinchi mavzularni ham ko'rishib o'tishingizni tavsiya qilaman. Savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyga yozishlaringiz mumkin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr!